ۋېنگىرىيەنىڭ پايتەختى بۇداپېشتنىڭ شەھەر باشلىقى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ئەسكەرتىش مەقسىتىدە bir necha ko'chaning ismini o'zgartirganligini e'lon qilgan. Qarorga asosan poytaxtdagi bir ko'cha Tibetlarning ma'naviy dohiysi Dalay Lamaning ismi bilan ataladigan bo'lib, yana bir ko'cha Uyg'ur sheyitlari yo'liga, yana biri bo'lsa Erkin Hong Kong yo'liga o'zgartirilgan. Bulardan sirt yana bir ko'cha turmaga tashlangan bir Xitoy katolik episkopining ismiga o'zgartirilgan. Budapesht 9-rayonining shahar boshlig'i oldingi oyning o'ttirlarida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida hukumatning rayonda tarmoq maktablar qurish planiga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. Ismi o'zgartirilgan ko'chalar Xitoyning donglik universiteti bo'lgan Fudan universitetining pat yaqinida Budapeshtga qurmoqchi bo'lgan maktab rayoniga yaqin bo'lib, plan bo'yicha mazkur maktab rayonida san'at, meditsina, savdo va qurilish qatorliq kasblarni o'z ichiga olgan 500 fakultetda 6000 o'quvchi magistrlikda o'qitilmoqchi ekan. Amerika Kengash palata a'zosi Jeff Merkley, Avam palata a'zosi va Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi James Makrovin qatorliqlar Davlatlik basketbolchilar birlashmasi raisi Chris Paul bilan ijroiya direktori Michelga maktub yozib, NBA topchilarining Xitoyning kiyim-kechak shirkati Anta Lening Pek bilan to'xtam tuzganligini, mazkur shirkatlarning Uyg'ur rayonidagi majburiy emgak bilan chetishlik ekanligini o'tirg'a qo'ygan hamda birlashma raisiga chaqiriq qilib, Xitoydagi Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni nazarda tutib, NBA topchilarining yuqorqi shirkatlar bilan to'xtam tuzmasligiga va tuzgan to'xtamni bekor qilishga haydakchilik qilishni talab qilgan. Maktub yana 2018 yildan buyangi dokladlarda Sharqi Turkistondagi paxta mahsulotlarining majburiy emgak vositasi bilan ishlab chiqarilganligi haqida ishonchlik faktlar borligi, mazkur paxtalarni ishlatgan Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan savdo munosabatining NBAning shundaqla NBA topchilarining inovatiga ta'sir yetkazganligini bildirgan. Maktubda mundaq deyilgan: Biz Amerika basketbolchilar birlashmasi va uning a'zolarining Sharqi Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan tunishini o'stirishni, shu mahsulotlarni e'tirof qilish orqali ularni ishlab chiqarishdan majburiy emgakdan foydalanayotgan shirkatlar uchun muhim rol o'ynayotganligini his qilishni so'raymiz. Xitoy prezidenti Xi Jinping Kommunistik partiya yig'inida o'zlarining dunyoga Xitoy xalqining baxit saodati uchun tirishadiganligini ko'rsatishi kerakligini aytdi. Muhofizatchilar dېڭىزىdagi xabarlarga qaraganda, Kompartiyaning yig'inda so'z qilgan Xi Jinping xalqaro jamiyatning Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan inkosining kuchayishiga ergishib, Beyjingga bo'lgan salbiy tonishini buzish kerakligini o'tirib qo'ygan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, u mundaq degan: Biz cho'qim Xitoy Kompartiyasi to'g'risidagi tashviqot va tushuntirishni kuchaytirishimiz kerak. Biz chet ellarga Xitoy Kompartiyasining Xitoy xalqining baxit saodati uchun tirishayotganligini tushuntirishimiz kerak. Garchi Xitoyning dunyo sahnasidagi o'rni kun sari kuchayayotgan bo'lsa-mu, ammo kishilik huquq xotirasi, bo'libmi Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligi, Hong Kongdagi jiddiylik va Tayvanga qaratgan qadamlari sababidan tanqidga uchirmoqda. Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy tahdidi va bisimining tadrijiy ishiga ergishib, Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi harbiy hamkorlik kun sari kuchaygan. Amerika davlat mudofaa ministrlarining alohida jang qiluvchi qismi va to'qinishga mas'ul yordamchi nomzodi Christopher Meyer Amerika Kengash palatasining salohiyat tekshirish yig'inida so'z qilib, Amerikaning Tayvanga askar avatib, Tayvan milliy armiyasining alohida harakat qismlarini mashg'ullantirishga yordamlashadiganligini bildirgan. Taybey birlashma xabar gazetining Tayvan davlat mudofaa ministrligining manbasini naql keltirib xabar qilishicha, Amerika armiyasining bexatarlik hamkorlik brigadasining ofitser askarlari allaqachon Shinjo nahiyasidagi bazada milliy armiya birlashma brigadasini mashg'ullantirishga yordamlashgan. Amerika quruqliq armiyasi alohida qismlari va dengiz armiyasi zarba berish qismimi Tayvan armiyasining alohida harakat qismlari bilan birlikda qarorlik birlashma mashq o'tkazgan. Amerika dengiz armiyasining quruqliqda jang qiluvchi alohida harakat qismining qo'mondonlik organimi bu yil tunji qatim Tayvanga xodim avatgan. İsrailiyada baş minister o'rinda 12 yil o'ltirgan Benyamin Netanyahuning raqiblari birlashma hukumat qurishga qo'shildi.
Yeş Atet Kelgusi partiyasının rəhbəri Yair Lapid başqa partiyalar bilan birləşmə hökumət təşkillashga qo'shilganligini e'lon qildi. O'qituvchilar rəhbəri Yair Lapid və Yamina partiyasının rəhbəri Naftalining bayonoti hökumət qurishning oxirgi muhtilidan bir necha minut burun e'lon qilindi. Bunun bilan yaqinqi 2 yilda 4 qatim saylanma o'tkazgan, ammo hukumat tashkil etmagan davlatda 5-chi qatim bilet tashlashga kirishning oldini oldi.